Uyim sotmoqchiman. Uyim sotishimdan maqsadim farzandim bilan Addenda bo'lmoqchiman. Garchi kanalizatsiya bor, kanalizatsiyaga ulangan. Hamma sharoitlar bor, gaz, svet, suv, hamma naqadar. Shu majburligimdan sotyapman. Farzandim bilan ikkita uy olmoqchiman. Adresimiz Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Kiles sanatoriyada joylashgan. Bizning mahalla asfalt qilingan. Tinch ahil mahalla. Ko'chanimizni boshida, kirishimizda o'ng qo'lda sex bor, chap qo'lda bog'cha bor. Kirishimiz, darvozadan kirishimiz, yo'lxona. Yo'lxonaga 3 ta mashina bemalol sig'adi, 3-4 ta mashina bemalol sig'adi. Mana hovlimizni fasadi menga 20. Past tomondan ham yo'l qilsa bo'ladi. Dala past tomonimiz. Navoda uy quruvchilar bo'lsa, quradiganlar bo'lsa, bemalol qanaqa qilsa ham bo'ladi, orqa tomondan yo'l qilsa bo'ladi. Orada oshxona, ikkita do'pka bor. Hojatxonada pastda 2 etaj qurilgan. Mana bu kiruv shanaqamiz. Ko'rishimiz ayvoncha bor. To'g'rida spalnimiz. Chap tomonda zalimiz. Zalimizning ko'rinishi 6 ga 4. Bu ikkinchi qavatga chiqish shanaqamiz. Tepada ham 3 ta xona bor. Tualet bilan hammom to'g'ri yonma-yon. Bet spalnya xonamiz, spalnimiz bo'ladi. Uyim sotmoqchiman. Uyim sotishimdan maqsadim farzandim bilan Addenda bo'lmoqchiman. Garchi kanalizatsiya bor, kanalizatsiyaga ulangan. Hamma sharoitlar bor, gaz, svet, suv, hamma naqadar. Shu majburligimdan sotyapman. Farzandim bilan ikkita uy olmoqchiman. Adresimiz Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Kiles sanatoriyada joylashgan. Bizning mahalla asfalt qilingan. Tinch ahil mahalla. Ko'chanimizni boshida, kirishimizda o'ng qo'lda sex bor, chap qo'lda bog'cha bor. Kirishimiz, darvozadan kirishimiz, yo'lxona. Yo'lxonaga 3 ta mashina bemalol sig'adi, 3-4 ta mashina bemalol sig'adi. Mana hovlimizni fasadi menga 20. Past tomondan ham yo'l qilsa bo'ladi, dala past tomonimiz. Navoda uy quruvchilar bo'lsa, quradiganlar bo'lsa, bemalol qanaqa qilsa ham bo'ladi, orqa tomondan yo'l qilsa bo'ladi. Orada oshxona, ikkita do'pka bor. Hojatxonada pastda 2 etaj qurilgan. Mana bu kiruv shanaqamiz. Ko'rishimiz ayvoncha bor. To'g'rida spalnimiz. Chap tomonda zalimiz. Zalimizning ko'rinishi 6 ga 4. Bu ikkinchi qavatga chiqish shanaqamiz. Tepada ham 3 ta xona bor. Tualet bilan hammom to'g'ri yonma-yon. Bet spalnya xonamiz, spalnimiz bo'ladi.